Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu quloq tomoq burun kasalliklari sohasida tag'in bir kasallik bor. Buni Menier kasalligi deydi. Bu insonni mana ichki qulog'i bor. Ichki quloqda biz ham tovushni qabul qilib olamiz, ham muvozanatimizni saqlaydigan apparat bor. Ana shu muvozanatni saqlaydigan apparatning funksiyasi buzilganda, u buziladi mana allergiyada, har xil mana virusli infeksiyalarda va tomir kasalliklarda uni funksiyasi buziladi-da, shu ichki quloqdagi bosim oshadi. Shuni natijasida mana shu Menier kasalligini belgilari kelib chiqadi. Bu bir tomondan quloqda shovqin, bosh aylanish, atrofdagi butun narsalar aylanib ketaveradi. Va eshitishi, ana shu quloqda eshitishi pasayishi. Mana shu 3 ta eng asosiy xususiyatdan tashqari tag'in bularda mana qusish. Chunki ichki quloqda bosim oshgandan keyin tashqariga suyuqlik, organizm suyuqlikni chiqarish kerak bo'ladi. Shuning uchun qusadi. Qusib u yotib qoladi. Shuning uchun mana shu kasallik ham ayniqsa mana Sir davlatda kosmosda rivojlanishi bilan bu ichki quloqning vazifasi chuqur o'rganila boshlandi va alohida labirintologiya degan, otonevrologiya degan, otolaringologiyaning yangi yo'nalishlari paydo bo'ldi. Ana bunday bilan kasallangan odamlar ko'pincha nevropatologga, lorga murojaat qiladi. Ana shu ikkita mutaxassis o'rtasida bo'ladi bu kasalliklar. Mana shunday agar kasalliklar bo'lsa, birinchi otolaringologga murojaat qilib, uni sabablarini aniqlab, keyin eng asosiysi uni mana shu birlamchi pristup paytidagi holatini yengillashtirishimiz kerak. Buning uchun bir qancha dori-darmonlar bor. Ana shularni shifokor amalga oshiradi va kasallik holini stabil holatga keltiradi.